Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Mana to'ylar dasturxoni, mana qarang qanday chiroyli, ajoyib bezatilgan. Mana qanday chiroyli, ajoyib bezatilgan dasturxonlar. Hammaga ana shunday kunlarga, eng yaxshi kunlarimiz ana shunday bo'lib o'tsin. To'ylar boshlayapti nasib bo'lsa. Mana G'ayratjon ham qo'shiqchimiz ham ana shu yerga mana bir zo'r qo'shiqlar aytib beraman deyapti mana. G'ayratjon qandaysan? Bugun xizmat qilayotgansan-da, chiroylikgina. Yammalasiz umring uzoq bo'lsin. Doim ana shunday shaq-shaq ana shunday to'ylar xizmat qilaveringlar. Omad ishlaringda. Mana. Bu chiroyli mana gap yo'q. Videochilar qaranglar. Chiqasizlar, yer yuzib yurasiz. Mana videochilar, mana o'zimiz videochilar bu, barvaqtlar qo'shiqchilar. Gap yo'q, G'ayratjon zo'r qo'shiqchi. Mana kimdan kimga kerak bo'lsa, ana bizga telefon qilib olsa, mana biz jo'nataveramiz. Raisi ham o'zimizdan, qo'shiqchisi ham o'zimizdan, videochi ham hammasi. Bitta komplekt. Arzon, qimmat emas, yaxshi. Sifatli, kачество bor. Mana hamma narsasi bor, mana. To'y marosimlar xizmatkorimiz, kачество zo'r. Mana. Anagramma qilmaymiz. Ana shu kerak. Joni bor jonli aytadi-ku. Jonli aytadi. Malades o'g'ayim. Ko'ramiz xizmatingni. Bir xizmat qilgan belli baylab. Faqat bo'ydagi narsalarni aytmayman. Mana. YouTube'ga chiqaraverasiz. YouTube'ga. YouTube'ga bosaman mana. Dasturxon bezagi bu. To'ylar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Endi boshlayapmiz. Dakazisa to'yning oxiriga davr yetkazib turamiz. Bo'pti, davay omad ishlaringizga.